Dünya Lonqisi futbol musobaqasiga eng oxirgi qatim qatnashadigan 10 nafar mahir. 10. Uchaya. 40 yoshlik Uchaya o'zining 6 qatimliq Dünya Lonqisi futbol musobaqasini kutib olib, tarixdagi tunji bo'lib bu natijani qo'lga keltirgan bartar bo'lib qoldi. Shuning bilan birga Messi va Ronaldo bilan mo'rni-mo'rga tiriyalaydigan peshvoga aylandi. Bu aniqki uning 23 yillik davlat komandasi hayotidagi eng rivoyatli, shundaqla eng oxirgi sahifasi hisoblanadi. 9. Kanto. 35 yoshli Kanto yugurish orqali top to'sish va top tortib olish iqtidori bilan nom chiqargan. U yana o'tkilib bo'lmaydigan o'tkal yo'q. Faqat o'tkilib bo'lmaydigan Kanto bor deb ta'riflandi. Bu ilgirki dunyo bo'yicha birinchi orqabal topchisi o'zining eng oxirgi energiyasi orqali Fransiya komandasining o'ttir maydonini qimmatli tajriba va qattiqlik bilan ta'minlamoqchi. 8. Van Dijk. 35 yoshli Van Dijk buning eng oxirgi bir navbatlik Dünya Lonqisi futbol musobaqasi bo'lib qoladiganligini jazmlashtirdi. Gollandiya komandasi tarixidagi eng ko'p komanda boshlig'i bo'lgan topchi bo'lish sifati bilan u Apelsin komandasini yetaklab eng oxirgi bir maydon usulini tamomlamoqchi. Gerçi uning badan holati eng yuqori pallada bo'lmasa-mu, lekin yetakchilik qobiliyati yanada dunyoviy saviyada. 7. De Bruyne. Belgiya oltin davrining eng oxirgi qo'mondoni. Dünya futbol sahnasidagi eng yuqori darajali hujum yetakchisi. Bu uning eng oxirgi bir navbatlik Dünya Lonqisi futbol musobaqasi bo'lishi nihoyatda mumkin. Shundaqla Belgiya oltin davrining kollektiv xo'shlashishidir. Gerçi yeshi bir yerga berib qolgan bo'lsa-mu, uning pas berish doirasi va ijodchiligi yanada dunyoviy darajada. 6. Sun Xingmin. 34 yoshli Sun Xingmin buning eng oxirgi navbatlik Dünya Lonqisi futbol musobaqasi ekanligini jazmlashtirdi. U Osiyo futbolchiligining bayroqdori. Tez suratda bosib o'tish va vartog'i dal top urish bilan dong chiqargan. Koreya komandasining boshlig'i va yadroliq a'zosi bo'lish sifati bilan bu uning 4-qatim, shundaqla eng oxirgi qatim Dünya Lonqisi futbol musobaqasiga qatnashishi. 5. Kayin. 33 yoshli Kayin ko'p qatim Amerika, Kanada, Meksika Dünya Lonqisi futbol musobaqasining o'zining eng oxirgi navbatlik Dünya Lonqisi futbol musobaqasi ekanligini bildirgan. Angliya komandasining komanda boshlig'i va tarixiy marganlash shoyi 8 top kirgizib, Angliya Dünya Lonqisi futbol musobaqasi tarixidagi marganlar tizimligida 2-o'rinda turgan. U 30 kishilik komandani yetaklab 1966 yildan keyingi tunji Dünya Lonqisi chempionligiga boshlab boradi. 4. Modric. 40 yoshli Modric Dünya Lonqisi futbol musobaqasidan keyin davlat komandasidan chekinadi. 2018 yillik Oltin top mukofotining egasi. Uzun pas va yuqori darajalik musobaqa kontrol qilish qobiliyati bilan tanilgan. Bu yil u 5-qatim, shundaqla eng oxirgi qatim musobaqaga qatnashib, chaqmoq qo'shinining oltin davri uchun oxirgi sayt ochmoqchi. 3. Neymar. U o'z og'zi bilan buni oxirgi navbatlik Dünya Lonqisi futbol musobaqasi ekanligini jakarladi. U oxirgi samba usulchisi. O'zining nafs tangpungliq, qaltis top elib menish ijodchiligi va pas berish qobiliyati bilan nom chiqargan. 2023-yili sol tizining kirish shakllik tarmushi yirtilib, ig'ir jarlanganligi uchun 600 kundan ortiq dam olganligi uchun uning bu qatimki Dünya Lonqisining oxirgi 26 kishilik tizimligiga kirish ehtimolligi nihoyatda muhim. Ikkinchisi Cristiano Ronaldo. 41 yoshli Cristiano Ronaldo 2026 yillik Dünya Lonqisining o'zining eng oxirgi bir navbatlik Dünya Lonqisi musobaqasi ekanligini jazmlashtirdi. Dünya Lonqisi uning kasbiy hayotidagi birdan-bir afsuslanarli ish hisoblanadi. Bu musobaqada u tarixdagi eng hashamatli sapshakliga yetakchilik qilgan Portugaliya komandasining biri bo'lib, oxirgi orzusiga yetish uchun eng oxirgi hujumni qo'zg'adi. Birinchisi albatta Messi. Messi buning o'zining eng oxirgi navbatlik Dünya Lonqisi futbol musobaqasi ekanligini aniq bildirdi. 7 oltin top sohibi va 2022 yillik Dünya Lonqisi chempioni. Uning surati balkim yuqori pallaga yetmasligi mumkin. Lekin pas berish ko'rish doirasi, tashkillash iqtidori va halqiliq paytga qaror chiqarishi yanada yuqori o'rinda turdi.